Yili balandroq avtomat korobka Nexus 3 so'raganlar uchun navbatdagi Nexus 3 avtomobili 2022-yil ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 45 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab akkuratni haydalgan, motor ходовой korobkada hech qanaqa ishlari yo'q. Balonlari deyarli yangi. Kuzovi top-toza, urilmagan, bo'yalmagan, kraska tegmagan, bemalol xohlagan ustunligiga ko'rsatib tekshirib olishingiz mumkin. Bitta kichkina aybi bor, oldi chap krilosida kichkina shrami bor. Buni kosmetik to'ldirib chiqib bilmaydigan qo'rsa bo'ladi. Nomerini beramiz, если что, ustalarni. Salon qismiga keladigan bo'lsak, saloni ham urinib ketmagan, akkuratni turibdi, yaxshi chexol polikli taqib qo'yilgan. Ruli chexol ekan. Signalizatsiya Magicar o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, akkuratni, приятный salon. Kolenkalari ham idealni turibdi, tosh tegib chaqilib ketmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9800. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.